quloq bergan, ko'z bergan, qalb bergan Allohdir. Lekin noshukursizlar deyapti Alloh. Qolilan matashkurun, juda oz shukr qilasiz. Shukringiz kam, noliganingiz noligan. Ey Alloh, menga nima berding? Nima qilib qo'ydimki bu azob keldi, imtihon keldi? Qara, ko'z ne'mati ne'mat jihatdan yetmaydimi deydi Alloh. Quloq ne'mati ne'mat jihatdan yetmaydimi? Qalb ne'mati bu degani aql. Aql ne'mati ne'mat jihatdan yetmaydimi? Qolilan matashkurun, nima uchun noshukursan deydi Alloh. Xo'p, ko'zingni tortib qo'yaman, yashayverasan, hamma narsangni beraman. Ko'z tortib qo'ysa, samolyot minganingizdan nima foyda samolyotingiz borligidan? Ko'z tortib qo'ysa, inomarkani 500 ming dollarligini minganingizdan nima foyda? Mina olmaysiz, ko'z yo'q-ku. Qulog'i tortib qo'ysa, mehribon farzandingiz so'zini eshita olmasangiz, qanaqa bu azob? Ota-onangizni o'g'lim degan gapini eshita olmasangiz, qanaqa azob? Agar bu til ne'mati bo'lmasa, million dollar